jamiyatimiz qanday munosabatda bo'lishi kerak pedofiliyaga? Men 2 yil oldin bir katta saytda intervyu berganimda ham aytganman, bu fikrni yana takrorlayman. Ularga nisbatan ko'riladigan chora o'ta qat'iy bo'lishi kerak. Mana bo'lib o'tgan voqea, qamalgan joydan manzilli kolonkaga pedofilni o'tkazishgan. 16 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida joylashgan manzil koloniyada jazosini o'tayotgan 31 yoshli mahkum qamoqxonadan qochib, 3-sinfda o'qiydigan qizni zo'rladi. Emishki, uni xulqi yaxshi bo'lib qolganmish, u o'zini ijobiy tomonlama ko'rsatganmish. U ko'rsatadi o'zini yaxshi kishi qilib. Lekin u yaxshi emas, u tuzalmagan, u tuzalmaydi ham. Unga ishonish kerak emas. Bir marta qotillik qilgan odam ikkinchi marta qotillik qilmasligiga ishonch kerak emas, chunki uni qo'li bir marta qonga botdi. Bir marta jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxs u ikkinchi marta uni baribir qiladi. Unga ishonish kerak emas.